Har 2 soniyada dunyoda bir bola tug'iladi, lekin o'sha chaqaloqlarning ko'pchiligi tayyorgarliksiz hayotga keladi. Har yili dunyoda 130 milliondan ortiq bola tug'iladi. Ammo tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalarning katta qismi bunga na psixologik, na jismoniy jihatdan tayyor. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, rejalashtirilmagan homiladorlik natijasida tug'ilgan bolalarda sog'liq muammolari 30% ko'proq uchraydi. Tasavvur qiling, Londondagi bir yosh ayol homiladorligini bilmagan holda tungi smenada ishlaydi, fast food yeydi, stresli turmush kechiradi. 3 oy o'tgach shifokor ko'rigiga boradi. Sizning bolangiz xavf ostida deyiladi. Skandinaviya mamlakatlarida esa bunday hol deyarli yo'q. U yerda ota-onalar homiladorlikdan oldin prenatal education kurslaridan o'tadi. Natijada bolalar sog'lom va xavfsiz tug'iladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, foliy kislotasi, vitamin D, uyqu sifati va stress darajasi barchasi chaqaloq sog'lig'iga bevosita ta'sir qiladi. Endi bizda shunday savol tug'iladi. Bolali bo'lishdan avval bilishimiz shart bo'lgan haqiqatlar aslida qanday xatolardan qochishimiz kerak? Biz mana shu savolga o'zbekistonlik mutaxassislar bilan birgalikda javob izlaymiz. Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Bugun juda ham muhim, lekin ko'pchilik e'tibor bermaydigan bir savol haqida gaplashamiz. Bolani suzishga necha yoshdan o'rgatish kerak? Suzish bu faqat sport turi emas. Bu bolaning tanasi, nafas tizimi, yuragi va hattoki miyasi sog'lom rivojlanadigan eng mukammal mashqdir. Ko'pchilik ota-onalar hali erta emasmi deb o'ylaydi. Lekin bola go'daklik davridan boshlab suvda chiniqtirilsa, unga refleks hosil bo'ladi. Mutaxassis sifatida shuni aytishim mumkinki, bola uy sharoitida 1 yoshdan boshlab suvga o'rgatish mumkin. Albatta, kattalar nazorati ostida. Bu yoshda bola suvdan qo'rqmaydi va tabiiy refleksga ega bo'ladi. Ya'ni suvni o'z tanasi uchun xavf deb bilmaydi. Suvga moslashtirish va suzishni o'rgatish deganda, birinchi yillarda bu o'yin shaklida moslashuv mashqlari bo'ladi. Masalan, suvda chapillatish, qo'l-oyoqlarni harakatlantirish, suv yuzasida yotishni o'rganish. Bu jarayonda bolaning mushaklari nafas olish ritmini va ishonchini mustahkamlaydi. Keyinchalik 4-5 yoshdan boshlab bola suzishning oddiy texnikalarini o'zlashtira boshlaydi. Bu yoshda bola harakatni takrorlashni, muvozanatni va instruktor ko'rsatmalarini yaxshi tushunadi. Misol uchun 3 yoshli bola suvda o'ynaydi, lekin hali suzmaydi. 5 yoshli bola esa suv ustida turadi, nafasni to'g'ri olishni o'rganadi. 7 yoshdan keyin esa u mustaqil suza oladi. Suzishning foydalari haqida gapirib o'tmoqchiman. Suzish bolaning yurak-qon tomir tizimini kuchaytiradi, umurtqa va mushaklarini to'g'ri rivojlantiradi, immunitetni oshiradi, suv sovuq yoki issiq muhitda tanani moslashishiga o'rgatadi, ruhiy jihatdan tinchlantiradi. Suvda bo'lish stressni kamaytiradi, uyquni yaxshilaydi. Shu sababdan mutaxassis sifatida men har doim shuni aytaman. Suzish bu bola uchun eng tabiiy harakat shakli. U suvda o'zini erkin his qiladi. Bola hayotda o'zini ham ishonchli tutadi. Agar farzandingiz hozircha suvdan biroz cho'chiyotgan bo'lsa, bu normal holat. Uni majburlamang, asta-sekin o'rgating. O'yin bilan qiziqtiring. Masalan, suvda kichik to'p bilan o'ynash, qochayotgan o'yinchoqlarni tutish kabi. Unutmang, suvni sevgan bola sog'lom, tetik va ruhiy jihatdan barqaror bola bo'ladi. Shuning uchun imkon bo'lsa, bolangizni yoshligidan suv bilan chiniqtiring. Bu uning sog'lom kelajagiga eng go'zal sovg'a bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.